Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanның davamı. 11. bab. Şeytan elçisi. 1. Miladiye 1681 yılı küz. Ay günü yıqılışıp qalğan Melike Möhtərəm Xenimның səltənət işləridən vaqıtlıq qol üzüb, pat yaqında dunyoga ko'z echish oldida turgan farzandining g'amida haramdan sirtqa chiqmay turganiga 3 oydan oshgan edi. To'ydan keyin eri Xo'ja Hidoyatulloh Eshonning aksi Muhammad Emin Bodirxon saltanatiga ko'rsatgan cheksiz sadoqatini ko'rib, ko'ngli xilla xotirjam bo'lib qolgan Malika Möhtərəm Xenim saltanat ishlariga ilgirgidek ancha ardishvanmas bo'lib qolgan edi. Bo'libmi bo'yda qolganligini bilgandan keyin vujudida bixlangan farzand ishqi Hidoyatulloh Eshonga bo'lgan ayollik mehr muhabbatini bixlandirgan edi. Şuna o saltanat işlerinden göre farzand g'amida ko'proq xiyol suratdi. O qo'sig'i 6 oylik bo'lganda aksi Sultan Muhammad Emin Bodirxonga orada muhofizatchilar qo'shinining amirlik mansibidan vaqtliq istifa berish to'g'riliq xat yozdi va eri Hidoyatulloh Eshonni bu mansabga tayinlashni tavsiya qildi. Şu günlerde Xo'ja Hidoyatulloh Eshonning saxta sadoqatiga va turlik sehri afsunlarga ishinib, uning ixlosman murtiga aylangan Sultan Muhammad Emin Bodirxon neri berisini o'ylanib o'tirmayla singlisining tavsiyasini qabul qilib, Xo'ja Hidoyatulloh Eshonni orada muhofizatchilar qo'shinining vaqtliq amirligiga tayinladi. Xonliqning muhim bir harbiy huquqini qo'liga kirgizib olgan Eshon Sultan Muhammad Emin Bodirxonni ko'zdan yo'qitib, saltanatni qaytadan qo'liga olish uchun jiddiy tadbir tuzishga kirishdi. Qo'g'in vashang bo'lgan mazgillar bo'g'iniga qaramay, kecha havosi xilla illiq edi. Bugun shom namozini olaydan Malika Möhtərəm Xenimning hujrasida o'qigan Hidoyatulloh Eshon duo tortib bo'lgandan keyin Malika Möhtərəm Xenimning qichig'i keldida, uning nepiz yipak ko'gnakka patmay yo'g'ingan qo'shiqini yengil seydidi. Pamimcha ko'zlarining yo'rishiga ancha uzun qolmadi-g'u deyman, og'ja. Shundoq, dedi Malika Möhtərəm Xenim Eshonning kuyinganidan ta'sirlanib. Ammo ko'nglimda yomon bir andishi bor. Shu topda Xudoyimdan tezroq yengishimni tilasam-mu, ammo tug'utni o'ylasam, vujudimni qo'rqinish bosadi hazratim. Zinhor tashvishda bo'lmag'ayla, yaratgan Alloh egam o'zi osonlik berdi. Eshon Malikaning to'lib texmu chiroyliqlashib ketgan, ammo bir oz dog' tushgan yuzini silab erkilatdi. Nimanchi vala ishqlari yamandu silining og'ja. Yuragimdagi ishq o'tiri bir paz besixsi koshki. Eshonning shahvat ushqulari chaqnab turgan ko'zlariga qarab, Malika Möhtərəm Xenim pissingida kulib qo'ydi. Tasallilari behojat hazratim. Ko'ryaptilar, turqimizmi shu? Dedi Malika yo'g'on qo'shiqini qo'shlab, oltin uzuk solgan barmoqlari bilan silab. Hojatlardan chiqolmas bo'lib qoldik. Shu topda yuraklarini ko'ydirib atgan ul o'tning haramdagi to'qal sekilaklarning ishiq paraqi ekanligini bilguchiligimiz bor. Xijil bo'lmay chiqivaslar. Hazratlardan zinhor ranjimayman. Yo'qsa og'cha, ko'nglimga shak keltirmagayla. Bugundan boshlab ko'zlari yo'rib bo'g'icha har kecha hujurlarida itkapda o'tirib tunayman. Eshonning yog'lama gaplari Malikaning ko'nglini yoyritib etdi. Asyodi sog' salomat yengishning g'amida qolgan Malika Möhtərəm Xenim shu topda Eshonning ko'nglidagi olaqandaq taqozolikni, nimanidir kutib, pat-pat sirtqa qarab qo'yayotganligini faqatli bilmaydi. Vaqt uzargan siri Eshon tit bo'lib ketib boradi. Nihoyat
xizmatkar ayol hujraga yengil qadam tashlab kirib keldi. Qutbul Aqtab pir buzruqqa ma'lum bo'lg'ay, xon olilari huzuridan chaparman kaptu. Qibligayimning piri buzruqim bilan ko'rishadigan jiddiy ishi bor ekan. Qandoq ishliqini aytmadimi? So'radi Ishon jiddilashgan qiyofatda. Aqsu tarafda g'algan ko'tarilgan o'xshaydi. Tafsilotini Ishon pirimning o'ziga yetkazimiz deydi. Yana g'alyan ko'tarilibdimi? Malika Muhtaram xonimning chiroyi totirib ketdi. Necha vaqtdan beri xilla tinchib qolgan edi. Yana nima ish bo'lgandi? Malika Ishonga qarab murojaat qildi. Xon olilarining huzuriga chapsan basla hazratim. Qishimda xizmatkorlar bo'lgandikin, mendan zinhor ansirmagaylar. Saltanat ishlari hammadan afzal. Ishon Malika Muhtaram xonimdan qiyonmagan qiyofatda o'rindan turdida sirtqa chiqdi. 4 ot qitilgan ustipiq hashamatlik mapida o'tirib, o'rda qarab ketayotgan Hidoyatulloh Ishonning yuragi shu topda hayajon bilan so'qmoqda edi. Aqsuning naib amri Abdurrasul xalifa bilan maxfiy til biriktirib qo'zg'agan bu qitimqi g'alyan Xo'ja Hidoyatulloh Ishonning Sulton Muhammad Emin Bodirxonni ko'zdan yo'qitib, Buyuk Saidiya saltanatining oltin taxtini tortib olish uchun tuzgan suiqasdlik planining birinchi qadami edi. G'alyanning ko'tarilganligidan oldin xabar topgan Xo'ja Hidoyatulloh Ishon ahvolni Sulton Muhammad Emin Bodirxonga ma'lum qilishga choparman avatib, o'zi aloyidan Malika Muhtaram xonimning hujrasiga kelib o'tirgan edi. Bu suiqasdlik planning pash bo'lib qolishidan, shundaqla Malika Muhtaram xonimning ishonchidan ayrilib qolishdan ansirgan Ishon planini mana shundaq inchga o'rlashtirgan edi. Hamda Sultan Muhammad Emin Bodirxonni qasdlash vaqtini Malika Muhtaram xonimning tug'ut mazgiliga to'g'irlagan edi. O'rdining adolat sariga oldirash tinash kirib kelgan Xo'ja Hidoyatulloh Ishon g'amkin o'tirgan Muhammad Emin Bodirxonni ko'rib, qo'l qovushtirib ehtirom bilan salom berdida, hech ishdan xabari yo'q qiyofatda oldirash dedi. Janobi qibligahimning aziztini salomat bo'lg'ay. Tabriqchilik. Aqsudagi munofiq osiylar saltanatimizga qarshi g'alyan ko'tiribdi. Arkoni davlat janoblari, dedi Muhammad Emin Bodirxon g'azablangan holda. Zinhar achchiqlanmag'aylar, on hazratim. G'azab aziz tanlarini kasalga duchor qilar, dedi Ishon kuyingan qiyofatda. Ul g'alyanning boisi suluk majrosimidir yoki yo'qsa zinhar suluk majrosi emasdir. Aqsu amri Abdurrasul xalifa degan munofiq Janobi Qutbul Aqtabqimi hamda bizlar kim buyuk saltanat egisi xonu sultonig'imi qarshi chiqibdi-dak. Aqsuda bisyor lashkar jug'lab ostoniga bostirib kelishga tayyorlanib yetibdi-dak. Yo hazrat, ul murtad amirning yurkining cho'nlig'ini ko'yamamdigan, dedi Ishon yoqasini tutib. Yorliq tushirgaylar olilari, o'zim xon lashkarlarini boshlab berib, ul osi amirni tutib, g'alyanni tinchit qo'yman. Bu navbat hazratlarini avar qilsaq bo'lmas. Suluk majrosi sababidan kelib chiqqan g'alyan bo'lsaydi, albatta pir buzrukimning bog'ini tuzuk bo'lar edi. Ammo bu saltanat majrosidir. Shunga o'zim shaxsan lashkar totqayman. Janobi davlat panohim buyuk saltanatimizning yig'oni posibonidir. Bunchalik ishlarga o'zini juvutsaq yaxshi bo'lmas. Yanala mening lashkar totib bağınım afzal. Chunki bizlar kim saodatman ahli suluk peshvosi xon olilariga vakolatan lashkar tarsaq, ul murtad amirning ozdirishi bilan yo'ldan chiqqan nadon raiyatni saodat yo'liga qaytirib, buyuk saltanatimizning tug' alimi ostiga jami qilishimga ko'p foydasi bo'lur.
G'alyan o'lim yetimsiz, yaxshilik bilan bisqar. Oğu şundaq, dedi İşanның sadaqatidan söyünген Muhammed Emin Badırxan. Әмма ki, şul tapda acizamiz Malika Muhtaram xanımның көзі yoruş aldıda turdu. Bundaq vaqtda Hazretimni müşkül işqa buyursak, yaxşı bo'lmaz. Muhtaram ağçı xanımni aval yaratgan Allah Taala egemge, andın qalsa Janobi Qibligahimga tapşırdım. Qilchilik ikkilanmagayla, oliylari, hammadan saltantimizning tinchliqi afzal. Mayli undaq bo'lsa, piri buzurgimizni jafoda qo'ydigan bo'ldik, dedi Muhammed Emin Badırxan İşanның talbiga qo'shilib. Qashqarning noib amiri Mirza Muhammad Shoh Hazratimga hamdamda bo'lg'ay. Mirza Muhammad Shoh bey Hazratimga hamdamda bo'lg'ay. Mirza Muhammad Shoh beyning ismini anglab, Xo'ja Hidoyatulloh İşanның chiroyi purishdi. Yuragi ansizlik bilan dukirlab ketdi. Shu topda İşan uzundan beri planlab, ming tasda qurashtirgan suiqasdining buzilib ketishidan qattiq ansiravatdi. Şunu o Alman Muhammed Emin Badırxanның təklifini rədd qildi. Qashqarning tinchliqi saltanatimiz uchun oqsudimmi muhimdir, dedi İşan darhol sabab ko'rsatib. Gerçi Mirza Muhammad Shoh bek janoblari o'rin basar amir lashkar bo'lib, fiqir bilan billa basa, ul riyokar murtatlarning g'alyanini bostirish ko'p osonga tushsimi, ammo Qashqardan ul sarkardini bir qadamni neri qilishga zinhor bo'lmas. Lashkari divanda Badir sarkardilardan xilli bor. Fiqir ashu sarkardilardan elib oqsuga yurish qilgayman. Ammo bu qitimqi yurishda har ehtimolga qarshi lashkar sarvozlarni ko'proq ilvog'inimiz xo'proqdir. Şuna an Hazretim Mirza Muhammad Shoh bekni Qashqarni muqim saqlab yetishqa, Qashqar lashkarlarini fiqir boshlab mangan xon lashkarlariga qo'shilib, oqsuga yurish qilishqa yodliq tushirsilar, tezla nusrat qozonishqa tilxat bergayman. İşanның təklifini o'rinliq deb bilgan Sultan Muhammed Emin Badırxan ortiqcha o'yinib o'tirmayla Qashqar lashkarlarini darhol yo'lga chiqib, Maral beshida Xo'ja Hidoyatulloh İşanni boshlab mangan jazo yurishi qilg'uchi xon lashkarlariga qo'shilishqa, Xo'ja Hidoyatulloh İşanni butkul Saidiya lashkarlarining to'liq huquqliq sanğunliqini ustiga ilishqa yorliq tushirdi. Shunda qilib Xo'ja Hidoyatulloh İşan hech qancha kuchimayla Saidiya xonliqining lashkari huquqini butunlay changilga kirgizib oldi. 2. Kecha tun pardasiga o'ralgan hayvatlik o'rda sepili texmo surlik ko'rinadi. 10 qadam orliqda bir digdak o'rlashtirilgan qarovullar mugdab qolmaslik uchun sepil ustida to'xtamay u yoqdan bu yoqqa mengib turadi. Aqsuda ko'tarilgan g'alyan sabablikmi Sultan Muhammad Emin Badırxanның ko'ngli kechilik bazmini xolamagan bo'lsa kerak, o'rda ichi Go'riston timtasliqiga cho'mgan edi. O'rda sepilning ustidagi ko'zdish minorida turayotgan lashkarlarning quliqiga, shaharning oltinliq moziriga yondosh silingan xonqodagi so'pi darvishlarning jarra samolaridan ko'tarilgan hu sadolari to'limu ojiz anglatdi. Tuyuqsiz o'rda sepilning kun petish yon quviqi tuviga xuddi g'oyibdan paydo bo'lgan tun arvohlaridek 10 necha qora ko'langa paydo bo'ldi-da, bir-biridan baslik gavdalarini sepilning so'g'uq, mustahkam temiga chaplab turib, itni do'rab bir nechini havishidi. Shu hamon sepil ustidan itni qo'g'lagan "Chaq!" degan ovoz anglandi. Bu ovozni anglab ko'langilar yon qovuqning tuviga shipirlig'icha yugurishdi. Uninggacha eg'ir temir darvoza bir odam patqudak cho'ngliqda shapsiz ichildi. Ko'langilar darhol o'zlarini darvozaning ichiga etishdi. Hash-pash deguncha darvoza yana asldagi holtida shapsiz yepildi. Muhtaram
hijabul g'ayib g'ozdirimga o'zim yo'l boshlayman, dedi qora ko'langilarga o'z qo'li bilan darvozani ichib bergan Xo'ja Hidoyatulloh Eshon tarafidan orda muhofazachilar qo'shinining vaqtliq amirligiga tayinlangan Molla Naqi xalifa past ovozda so'zlab, Qutbil Aqtab piri buzurgimizning amrini bajondil to'liq o'rindash uchun qilchilik shapi chiqarishga, iz qoldirishga, kalampaylik qilishga bo'lmaydi. Harakatimiz tez, qo'limiz chaqqan bo'g'ay. Pirimning amri, Xudoning amri deb tangli pichirlashdi. Ko'langilar yana bir qitim qasam ichishib, ularning ovozi tun qo'ynida yengil guruldidi. Ular Molla Naqi xalifaga agishib, o'rda ichida xuddi arvohlardek shapsiz yurib ketdi. Haramga yondash silingan hashamatlik saroyning oldiga kelib, o'zlarini daldiga elishdi. Molla Naqi saroyning darvozasini yengil qoqdi. Daqiqa o'tmay darvoza ochilib, sultonning xos nökri chiqdi. Nemish? On hazratimga yetkazdigan jiddiy ma'lumot bor. On hazratimni bu kechada bizavita qig'ilib bo'lmas, ma'lumotni tong otqanda yetkazsunlar, dedi nökar qapqan turib. Menda qiblagohim bilan har qanday vaqtda daxlsiz ko'rishishga berilgan dastak bor, dedi Molla Naqi qo'yindan bir tal shohona kun qopni chiqarib. Navada xon oliylari bilan ko'rishtirmay saltanatning muhim ishlariga daxl yetsa, qollari bilan javob bermaklari tas bo'larmikin begim? Molla Naqining hayvisi darhol unumini ko'rsatdi. Shunchavala jiddiy ma'lumotmidi u? Dedi nökar bir oz yumshab, talaffuzni o'zgartib. Shundoq, Aqsudagi osiy g'alyanchilarga munosabatlik muhim lashkariy ma'lumot. Undaqda kirsizlar, amir begim. On hazratim xos kutubxonasida. Boshqa pensatlar ko'rinmaydi-ku. Aram elivatıdı. Aram elivatıdı, dedi Molla Naqi qapqan turib. Bizlar bo'lsaq, birdammu aramchilik yo'q, kechini kechi demay, palaqlaymiz. Pensat baglarim bo'lsa, on hazratimning omonligi bilan kori bo'lmay, behuduk uyquda. Cho'ng ish chiqmas debdimiz, amir begim, dedi nökar bir oz tamtirab. Bo'lmasa, men ularni hozir uyg'otay. Hajatsiz. Molla Naqi xalifa shundoq dedi-da, betuyuq turgan nökarning bo'yniga kuchlik bilaklarini yo'gab qattiq qisdi va zarb bilan bir nechini silkidi. Shu hamon yo'lini uzilgan nökar vaqirashqim ulgurmay jon uzdi. Necha kundan beri bu saroyga kunduzi to'la kirib, o'jir-bujirni to'liq bilib olgan Molla Naqi yo'shirinib turgan ko'langilarni agashtirib, saroyning ichiga kirdi-da, udul kutubxonaga qarab mangdi. Ular ikki tal sham yondirilgan Qubulxonaga duch keldi. Qubulxondan o'tganda ondan kutubxonaga kirgil bo'ladi. So'z sham yo'rqida 4 nafar mahram yigit shirin uyquga ketishgan edi. Arvang sarvang etishidan ularning mugdab o'tirib uxlab qolganligi bilinib turadi. Ko'langilar Molla Naqining ishorati bilan yigitlarga tashlandi-da, ularning og'zini etib bilib, gallarini mahkam siqinicha qimir qildirmay besib olishdi. Yigitlar ojiz tipirlashganicha jon berdi. Uninggacha Molla Naqi kutubxonaning eshigini pam bilan ochdi-da, hashamatlik to'shakda yenini qo'yib yotganicha uxlayotgan Muhammad ibn Bodirxonni ko'ztib, sheriklariga ishora qildi. Shu hamon 10 necha qora ko'langa Muhammad ibn Bodirxonga tangni tashlandi-da, hayt-huyt deb bo'g'icha geliga gachchid xanjar urib, beshini uzib tashladi. Muhammad ibn Bodirxonning boshsiz tini bir nechini xortildigandan keyin tipirlab jim bo'ldi. Ular kutubxonaga qandoq shapsiz kirgan bo'lsa, yana shundoq shapsiz yenib chiqishdi. Qap-qara tun pardasi bu jinoyat korona fojiani butunlay yo'shirib qoldi. Molla Naqi qotillarni ordu sepilning heliqi yon darvozasi orqali shapsiz chiqarib etdi-da,
Ondan sepil üstüge chiqib, oldin tayyorlab qo'ygan bir tal arg'amchini sepilning qo'qtisiga bog'lab, tövanga sangiltib qo'yib, xuddi birovlar mushu arg'amchiga yomishib, o'rdiga kirgandek saxta ko'rinish yasadi. Ondan baxuduk uxlayotgan qarovullar beshini uyg'otib vaqirdi. Qopsizlar! G'aflat uyqusini uxlayvermay, qarovullarni tekshirsizlar. Kun petish yon darvoza bilan Ma'rifat saroyining atrofiga ko'proq qarovul o'rinlashtirsizlar. Qarovullar beshi Mo'lla Naqiyning xubdandan avval kun petish yon darvoza bilan Ma'rifat saroyiga tutishadigan yo'ldagi qarovullarni yo'tkib etishga buyruq berib, mana endi tang kechidan oshqanda yana qaytirib kelish haqidagi tutam yo'q buyruqidan bezor bo'lgan bo'lsa-mu, norozilik bildirishga petnanmay, buyruqni o'rindash uchun darhol sirtqa mangdi. Sultan Muhammad Emin Bodirxon suiqasdga uchrab ajal sharobini ichayotgan mushu daqiqada Malika Muhtaram xonim ochiq to'lg'oq azobida qattiq ingrayotdi. 4 nafar inik ona uning atrofida paypatak bo'lib, chepishib yuratdi. Namoz bomdod vaqti bilan Malika Muhtaram xonimning ko'zi yoridi. Tug'ilibla qiyqirab yig'lashga boshlagan bu bovoq o'g'il edi.